Hurmatli prezidentimiz bekorga bekor misol blogerlarni, ijtimoiy tarmoqdagilar, ommaviy axborot vositalari vakillarini qo'llab-quvvatlaganlari yo'q. Har doim bilamiz, misol uchun qaysi safar xorijiy safarga borsang, albatta misol jurnalistlar bilan, blogerlar bilan, ommaviy axborot vosita vakillari bilan gaplashib, suhbatlashadi. Biz nima uchun gaplashmasligimiz kerak, biz nima uchun suhbatlashmasligimiz kerak? Har bir savollariga, har bir bizga bo'lgan murojaatlariga biz labbay deb javob beramiz. Hamkorlikda ishlashdan men xursandman. Ular qani ikkinchi tomonda eshitsin deyapsiz. Aynan kimga murojaat qilay ikkinchi tomon uchun? Sizgami yoki matbuotingizgami? Yo'q, o'zimga ham murojaat qilsa bo'laveradi, matbuotimga ham, murojaatlar bo'limida ishlaydigan mutaxassisimiz bor. Men o'ylaymanki, hamma boshqarmamdagi xodimlar, misol uchun tuman shaharlarimizdagi bo'limlarimiz ham hammalari bitta komandamiz. Shuning uchun nima masala bo'ladigan, agar yechilmasa, o'zim shaxsan shug'ullanib, o'zim shaxsan misol uchun gaplashishdan hech qachon orqaga yurmaymiz. O'zimga murojaat qilib, avvalo mana shunaqangi voqea bo'lyapti. Shunaqa masala bo'lyapti. O'zi aslida qanday bo'lgan bu? Nima sababdan misol uchun bugungi holat yuzasidan nima sababdan kontrakt to'lanmagan? Misol mana hozir siz kontrakt to'lanmadi deganingiz nima sababdan to'lanmagan? Vaholanki yoshimizning o'zi ijtimoiy shartnomani bajarmaganligi uchun kontrakt to'lovi qoplab berilmagan degan masala chiqsa, men o'ylayman fuqarolarga ham, sizni kuzatuvchingizga ham, umuman Farg'ona o'sha ijtimoiy tarmoqdagi faol bo'lganlarga ham tushuncha bo'ladi. Ha, o'zi aslida shunaqa bo'lgan ekan degan mazmun bo'ladi. Men shuni nazarda tutib turib, ikki tomondan ham o'zi qanaqa vaziyat bo'lganligini baribir biz bir marta bo'lsa ham qiziqishimiz kerak-da. Shundan kelib chiqsak, o'sha yoshda albatta masalasi ham hal bo'ladi, u yosh ham xursand bo'ladi. Qolgan yoshlar ham ishonaman. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun raqamingizni bera olasizmi yoki emasmi? Albatta, ommaviy axborot vositalari uchun raqami 98lik 14001 men o'zimning raqamim. Har doim 24 soat misol telefon qilib, agar navodo qaysidir ma'noda biz telefonlariga javob bera olmasak, telegramimiz bor, shuni raqamda bevosita telegramdan ham, SMSdan ham javob qoldirib yozsa, men albatta javob beraman. Masalan, o'tgan safar o'zingiz misolingizda telegramdan, Facebookdan yozishdik. Men shunaqa o'zim o'qiyman. Misol har bir murojaatni misol uchun o'qiymiz. Yoshlarga ham murojaat. Biz oldimizga o'zimiz rejalarni qilib olganmiz. Hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Farg'ona yoshlarini murojaatlarini to'g'ridan to'g'ri yetib kelish masalasi, buni ijrosini qanday hal bo'layotganini asoslari bilan ko'rsatadigan biz tizimlar qilishni reja qilganmiz. Ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa buni ham birgalikda sizlar bilan, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan muhokama qilib, hamma yoshlarga e'lon qilamiz. Bu ham albatta yoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Katta rahmat Mumtozbek aka. Sog' bo'ling.